hovlisi bor kvartirani ko'rganmisizlar o'rtoqlar? Ham kvartira, ham hovli olaman deganlar uchun biz 3 ta shunaqa kvartirani obzoriga kelganmiz. Uchtepa tumani, Chilonzor 14 deyiladi. 14-kvartalga kelganmiz. Novostroykani tepasida, 10-etajda mansardada. Dvorni ko'rishinglar mumkin. Детский площадка, зеленый zona, аккуратный двор, naveslari bor, parkovkalari bor. Lokatsiyasi juda ham zo'r. Podyezddan kirib kelishinglar bilan podyezd holatini ko'rishinglar mumkin. Novostroyka, lift. Tepaga 10-etajga chiqamiz. Ana endi obzorni boshlaymiz. Tepaga chiqqaninglarda bitta podyezdni o'zida 10-etajda 3 ta kvartira hovlisi bilan. Birinchisi 51 kvadrat, ikkinchisi 65 kvadrat, uchinchisi 45 kvadrat. Kirib kelishinglar bilan mana zamonaviy Face ID li eshiklarimiz kutib oladi. Xohlasangiz отпечатка bilan, xohlasangiz Face ID. Kirib kelishingiz bilan mana bunaqa manzaraga duch kelasiz. Hovlisi bor, ko'rishinglar mumkin. Xohlasangiz mana bu joyidan yengil konstruksiyali qurib olishingiz mumkin bitta xona. Bu yerga kelganimizda chap tarafimizda oshxonani o'rni qoldirilgan, to'pli pollar bilan jihozlangan. Bu oshxonani o'rni. Ikkinchi eshigimiz sanuzel unitazlar qo'yiladi. Bu bitta yotadigan xona. Xonamiz kichkinaroq, to'pli pol bilan jihozlangan. Xohlagan odam o'zi uchun yengil konstruksiyadan bu yerdan bitta xona qurib olsa bo'ladi. Qo'shnilar даже tepaga ham qurishgan ekan, mana ko'rishinglar mumkin. Sizlar ham xohlagan odam shuna qurib olsa bo'ladi. Bunisi xo'p, kvadrati 45 kvadrat. Narxi $850 kvadratiga. O'shanda taxminan $38,000 atrofida chiqadi. $5,000 ga bitta yengil konstruksiyali bitta xona qilib, jihozlar bilan bitirib olsangiz bo'ladi. Arzonroq narxda bitilgan ajoyib joy. Kichkina hovlingiz ham bo'ladi, kvartirangiz ham bo'ladi. Ana endi 65 kvadratligini ko'rsatamiz. 65 kvadratligi mana ko'rishinglar mumkin. Maydoni ancha kattaroq. Bu yerda ham ikkita xona qurib olsa bo'ladi, yengil konstruksiya bilan. O'zini kuxnyani o'rni, kuxnya. Bu yerda ham kachol, duxkontrolli kachol qo'yilgan, to'pli pol o'rnatilgan. Ikkinchi eshigimiz sanuzel, ko'rishinglar mumkin. Uchinchisi bu xona. Bu ham xonasi kichikroq. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerda ham to'pli pol o'rnatilgan. Xohlasangiz hovli qilib foydalanasiz, xohlasangiz yengil konstruksiyadan ikkita xona qurib olsangiz bo'ladi. Hattoki tepaga yana bitta qurib olsangiz bo'ladi, qurilish qilsangiz bo'ladi. Ana endi sizlarga tepadan past ko'rinadigan ko'rinishini ko'rsatamiz. Ko'rishinglar mumkin. Zеленый zona, daraxtlar juda ko'p. Lokatsiyasi juda ham yaxshi, 14-kvartal, Chilonzor. Ko'rishinglar mumkin. 3-kvartiramiz mana bu. Bunda odam bor ekan, hozir ko'rsata olmaymiz. Buni kvadrati $950 dan, chunki buni jihozlari bor, bitta texnika, mebellari bor, tayyor. Ijaraga bersanglar ham bo'ladi. Hozirgi paytda ijaraga berilgan ekan, tayyor ijarachisi bilan. Yana bitta zo'r taklif katta oilalar uchun uchalasini bitta qilib olgan odam, mana shu zo'r bo'ladi. Hammasini birlashtirib olib, ham hovli, ham kvartirali bo'ladi. Tepada yana qurilish qilsa bo'ladi. Yonidagi qo'shnilar qilgan ekan, ko'rsatishdi. Kvadrati $850 dan, jihozligi $950 kvadratiga. Hujjatlari hammasi joy-joyida, hech qanaqa muammosi yo'q. Sira zafarlanib bo'ladi. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar. Juda ham ajoyib ekan, o'zim ham birinchi marta ko'rishim. Ham kvartira, ham hovli.